Yaqinlarim, assalomu alaykum. Qarayli, hujjatlari joyida, zo'rlakatsada. Mashinalar ham o'tyapti, o'tkazib yuboramiz. Assalomu alaykum. Zo'rlakatsada 9 sotik 3 xona egasiga shunaqa pul zaril ekan, ko'targan narxiga berib yuboraman. Qibraydan bir yaxshiroq joy bo'lsa, xohlasalar barter ham qilaman. Kerak bo'lsa bo'tni sotib olaman deyaptilar. Aloqaga chiqaverasizlar, pastiga nomer. Mahalla zo'r ekan. Gaz, svet, suv hujjatlari qaranglar, notariusga tayyor. Kommunikatsiyadan ham muammo yo'q ekan. Mahalla zo'r. Yomg'ir ham yog'yapti. Mana, Xudo xolisa, duolar ijobat deyiladi. Shu xonadon yer hisobida berib yuboryaptilar. Hozir bir chekkadan ko'rsatamiz, yaqinlarim. Kirinchi operator ichkariga kirib olamiz. Bu joylarni bir chekkada adreslari, pullari hammasini aytamiz. O'xti, sekin mana zontini yig'ib qo'yamiz. Mana shu bundoq qilib qo'yib qo'ymasak buni. Hayt. Mana. Yaqinlarim, mana ichkariga ham kirib oldik, yomg'ir ham yog'ib yotibdi. Bu joylarimizni 9 sotik 3 xona ekan. Shundoq Yangi O'zbekiston Periklyovskasidan 7 kilometr. Bu joylar teylari podvol 3 xona, yevro remont hozir ko'rsataman. Bu yoq hovli kattalik qilyapti. O'shanga kelishtirib arzonroqqa sotib yuboraman deyaptilar. Aka, narxi nech pul desam, kelishsa, mana qo'ni qo'shlar ham sotishyapti. Kim nech pul sotayotgan bo'lsa, eng arzonga topishgan yer narxida berib yuborishyapti. Eng arzon yerni topishgan narxidan kamida sotigidan 2000 dan o'tib beraman deyaptilar. O'qitdik zo'r ekan u dedim. Bir ko'ramiz. Bu yo'qda oxirida oshxona ko'rsatamiz, oshxona. Keyin ichkariga kirib ketamiz. Ichkarida ham 3 ta xona issiqqina ekan. Ahamiyat beringlar, mana oldida ham naveslarga yaqinda yangi qo'ydirgan ekan. Bitta fasad qilib yuborsanglar bo'ldi. Tomlarigacha, shipirlarigacha almashtirilgan. Qani kiramiz ichkariga. Bismillahirrohmanirrohim. Bu joylarimiz Toshkent viloyati, Yuqori Chirchiq, Yangi bozor. Mana kirganimizda bu yoqda kattagina yotoqxona, issiqligini qaranglar, mana chugunli batareykalarni ham rossiyskiylari turgan ekan. O'zi mana shu rossiyskiy batareykani qidirib keldik. Qo'qchiqda qolmagan, hamma yoq bilasizlar, alyumin bo'lib ketgan. Bu yoqda chugunli batareylar qizib yotibdi. Gullarni qaranglar, sog'lom, katta bo'lib o'sib yotibdi. Bu yoqda mana mehmonxona, o'zi endi yotoqxona qilib olishgan. Shunaqa gaplar. Bu joylarimizni Toshkent viloyati, Yuqori Chirchiq, Yangi bozor, Navro'z ko'chasida ekan. 9 sotik kelishtirib ancha arzonga berib yuboraman deyaptilar. Pastda nomerlariga aloqaga chiqinglar. 2000 dan sotigini olasizmi, 10 mingdan sotigini olasizmi, kelishib gaplashib olsanglar bo'ladi. Atay 90 ming kami bor deyaptilar. Endi egasi aytaveradi. Siz o'z takliflaringizni bildiring. 23 dekabrda Umra safariga ketyapmiz. Ozgina qoldi. Davay boshlaylik. To'lov pasportlarni olib borib beringlar. Tepada nomerlari Musofo Travel kompaniyasi orqali bu yil 4-marta ketyapmiz. Ham arzon, ham ishonchli. Aytadi, minilmagan otni minmagan tepib qolishi mumkin, tishlab qolishi mumkin. Bulardan o'zi 4-marta ketyapmiz. Ishonchli, Allohga tavakkal qilib nasib qilsin deb siz ham birga borib kommentariyalarni yozib qo'ying. Balkim uy joylaringiz bordir, sotmoqchidirsiz. Mana aloqaga chiqinglar. Katta chegirmalar qilib 50% chegirmalar qilib tashlaganmiz. Tepada nomerlarimiz. Sog' bo'linglar. Kommentariyalarni bangillatib, like'larni ayamasdan bosib tashlaylar. Ketdik. Hammaga nasib aylasin.